Assalamu alaikum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rib atqaninglar Erkin Osiyo radiosi To'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda o'tgan bir hafta jarayonida yuz bergan Uyg'urlarga aloqador muhim voqealardan ma'lumot beramiz. Men Erkin. 28 avgust yakan voqeasi haqida oshkorlangan ma'lumotlarga qaraganda Xitoy axboroti atalmish zo'ravonlar o'ltiribdi deb xabar qilgan 2 nafar hukumat xodimi asli Xitoy qurolli kuchlarining o'qida o'lgan ekan. Bu amallarning ayollarining oshkorlashicha G'ulom To'xti bilan Abdug'ani Turdi voqea yuz bergan kuni isyanchilar tarafidan go'rak ilingan. G'ulom To'xti naq maydonda qo'liga kana ilib Xitoy qurolli kuchlariga biz o'zinglarning odami, bizni otmanglar deb murojaat qilgan. Lekin Xitoy askarlari uning murojaatiga parvo qilmagan. Xitoy qurolli kuchlari isyanchilarni qo'rshavga olganda G'ulom To'xti bilan Abdug'ani Turdini qo'shib o'q tutgan. Oilasidagilar jasad va ularning qonliq kiyimlaridagi izlardan Abdug'ani Turdining ko'krak qismiga 4 pay o'q tekkanligini bayqagan. Xitoy taraf 28 iyul yakan voqeasi haqida e'lon qilgan axborotida yezi boshlig'i G'ulom To'xti bilan yezi intizom tekshirish sekretari Abdug'ani Turdining atalmish terrorchilar tarafidan o'ldirilganligini e'lon qilgan va hatto ularga atab motam murosimi o'tkazgan edi. Amerika Davlat Majlisi yillik dokladida Xitoyning Uyg'ur siyosatini tanqid qildi va o'tgan bir yilda Uyg'ur kishilik huquq vaziyatining texmi nacharlashganligini ilgari surdi. Bu Amerika Davlat Majlisining Xitoy ishlar ijroiya komiteti 9-oktyabr e'lon qilgan 2014-yillik dokladda o'tirg'a qo'yildi. Doklad ko'rsatishicha Xitoy hukumatı Uyg'ur elida jiddiy muqimsizlik vaziyatiga duch kelgan bo'lsa-mu, lekin butun diqqatini noqul amonlik ham iqtisodiy tadbirlarga markazlashtirib, Uyg'urlarni haqiqiy norozi qilayotgan mavjud masalalarni hal qilishga hech qanday tirishchilik ko'rsatmagan. Dokladda ataqliq Uyg'ur o'qituvchi ziyolisi Ilhom To'xtining bu yil sentabrda muddatsiz qamoqqa hukm qilinganligini alohida tilga ilib, bu hukm Kompartiyaning sazgur munozirlarga sabr taqat qilmaydiganligidan yoki Uyg'ur avtonom rayoniga qartilgan siyosatini qayta o'ylashib ko'maydiganligidan derak berdi deyilgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi yig'in chaqirib Ilhom To'xtini qutuldirish uchun harakat qilish to'g'risida qaror olgan. Dünya Uyghur Qurultayı Reisi Rabia Qadri Xonim riyosatchilik qilgan bu yig'in 10-oyning 3-kuni ochilgan. Yig'inda Ilhom To'xti tonishtirilgan kitobcha tayyorlab tarqitish, dunyo miqyosida Ilhom To'xtiga erkinlik temasida imzo to'plash do'lqini qo'zg'ash qatorliq qarorlar ilingan. Do'lqin Aysanning bildirishicha Dunyo Uyg'ur Qurultayı yana Ilhom To'xtini Nobel, Rafto va Sakharov kishilik huquq mukofotiga nomzod qilib ko'rsatish qatorliq xizmatlarni ishlaydi ekan. Ilhom To'xti bu yil 23-sentabr davlatni parchalash jinoyati bilan muddatsiz qamoqqa buyurilgan. Dushanba kuni Malayziyadagi kishilik huquq tashkilotlari bayonot e'lon qilib, Malayziya doiralarini 155 nafar Uyg'ur musofirni Xitoyga qaytarmaslikka chaqirgan. Malayziyadagi kishilik huquq tashkilotlari agar bu Uyg'urlar Xitoyga qaytarilsa, ularning qattiq jazolanishi mumkinligini ogohlantirgan. Aldın qapti 155 nafar Uyg'ur musafir Kuala Lumpurda qo'lga tushib qolgan bo'lib, bularning orasida 42 er, 37 ayol va 76 nafar kichik bola borligi xabar qilingan. Navbatda ularning taqdiri xalqaro jamiyatning kuchli diqqatini qo'zg'amoqda. Xitoy hukumati 5-oktyabr Bingtuan qurilganligining 60 yilligi munosabati bilan Bingtuan aqtashlik kitobi e'lon qilgan. Xitoy davlat kabinetining mazkur aqtashlik kitobida yuqori darajada tashkillik mazkur yerim harbiy kuch Xinjiangning ijtimoiy muqimligini qo'g'dash, zo'ravon terrorlikni bostirishda alohida rol o'ynab keldi deyilgan. 1954-yili Bozer izlashtirib, Uyg'ur elining iqtisodiy taraqqiyotiga yordam berish nomida qurilgan Bingtuan hozir Uyg'ur elidagi 3 milliondan ortiq nopusqa, sot, soqchi va turmalargacha barliq hukumat apparatlarini hozirlagan Uyg'ur eli territoriyasidagi mustaqil gavdaga aylangan. Amerikadagi Loge fondi jamiyatining qurg'uvchisi Wuxungda Bingtuan Uyg'urlarning mavjudligiga tahdid soldiganligini eskartib, Bingtuan Xinjiangning oldidagi eng chong to'salg'i, u Xinjiang xalqiga ziyonkashlik qiladigan, xalqni bostiradigan bir qurol dedi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi To'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.